Akalar qaranglar, mana bizani botimiz mana analiz minus degan knopka turadi. Shuni ustidan bitta bossanglar, sizlarga analiz beradi. Qaranglar. Xo'p, mana o'sha Birvinning original sayti mana. Mana original sayti mana. Original saytini ko'rishinglar mumkin. Hech qanaqa falshifka emas. Mana original sayti. Xohlasanglar mana bitta yangilab ham yuborish mumkin mana. Mana o'sha original sayt. Balansimda 5,31,000 so'm bor. Mana endi mana bu yerda barcha o'yinlar qilamiz. Mana minus o'ynay kiramiz. Mana ketdi. Xo'p, bu yerda demo shot bilan o'ynaysanmi deyapti. Mana demo rejim turibdi, oddiy rejim turibdi. O'sha o'zimizdan pul mana o'ynashni ustidan bitta bosasizlar. Hech qanaqa demo shot emas bu. Mana X bosasizlar. Mana buni bitta kattartirib olaman. Mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, mana 5,31,000 so'm pulimiz turibdi. Mana tuzoqlar 3 talikda turibdi, ko'rishinglar mumkin. Mana xohlagan summada o'ynasanglar bo'ladi. Misol, mana 80,000 so'mdan qo'ydim, o'ynash bitta bosdim. Mana bosganimdan so'ng mana minus analiz minus. Mana bizga analiz berdi. Xuddi shu narsani xuddi shu yerga takrorlayman mana. Mana bitta bosasizlar. Xo'p, qaraysizlar, mana ikkinchisi. Xo'p, bu yoqqa bitta qaraysizlar, mana uchinchisi. Ko'rishinglar mumkin. Xuddi shu narsa mana. Xuddi shu narsa mana. Mana minus analizda mana 112,000 so'm bo'lyapti mana. 1.4% bo'lyapti. 5,63,000 so'm depozit ko'p pulimiz ko'payapti mana. Boting ishlamaydi, boshqa narsa qilmaydi. Fake, mashkam, mashinnik deyishdan oldin mana bemalol birinchi ishlatib ko'ringlar akalar, birinchi ishlatib ko'ringlar. Hech qanaqa bir video kesilgani yo'q, boshqa narsa bo'lgani yo'q. Birinchi ishlatib ko'rib, keyin gapirsanglar yaxshi bo'lardi o'rtoqlar. Mana original o'sha mana IDlar bilan turibdi. Misol ko'p hozir fake saytlar chiqib ketganda, o'sha fake saytlar bilan ham ko'pchilik mana bunaqa botlarni o'zi prosta taxlab olib video qiladi. Ularda 100% to'g'ri ko'rsatib beradi. Bu fake sayt emas, mana original sayt ko'rsatib ham berdim. Xo'p, jigarlar, shunaqa gaplar. Soqqani bosamiz jigarlar. Xo'p, mana bizani botimiz, bizani kanalimiz. Mana Mr. Scrub Money. Mana Mr. Scrub Money original kanal o'rtoqlar mana. Mr. Scrub Money. Botga kanalga kirasizlar. Mana shuni admin turibdi. Admin ustidan bitta bosasizlar. Menga botingni bersanglar, admin mana bu narsani tashlaydi. Mana bu linkni bosing deydi, aka deydi. Shu link orqali ro'yxatdan o'tasiz deydi. Promokodga Mr. Scrub deb yozasizlar deydi. Promokodga Mr. Scrub deb yozdirishda asosiy sababi jigarlar, shu haqida ham gapirib o'tib ketaman. Xo'p, konkurs ketyapti, juda ham katta konkurs ketyapti. Men Telegram hozir men bitta pauza qilib turaman, Telegram kanaliga o'tib olaman. Xo'p, pauza qilmadim, mayli. Xo'p, mana konkurs ketyapti mana. Bu yerda 20 ta o'rinli konkurs bor. O'rtoqlar, birinchi o'ringa 10 million so'm, ikkinchi o'rin 5 million, uchinchi o'rin 3 million va hokazo 20 ta o'ringacha, 11dan 20-o'ringacha 250 ming so'm o'rtoqlar. Hech qanaqa qoidasi yo'q. Promokodga Mr. Scrub orqali ro'yxatdan o'tasizlar. IDlarni ro'yxatdan o'tib IDlarni Mr. Scrub ID Mr. Scrub botga tashab qo'ysanglar bo'ldi jigarlar. Всё, konkurs ishtirokchisi bo'lasizlar. Menda aktivligim ozgina kamroq bo'lgani uchun imkoniyatlar sizlarda juda ham katta. Shu konkursga olib qo'yaman IDlarni promokoddan o'tsanglar, ham undan keyin mana bu botga olanish kerak o'rtoqlar IDlar. Tushunasizlarmi? Shunaqa gaplar jigarlar, mana bizning Telegram kanal. Yana bitta ko'rsatib o'taman. Mr. Scrub Money. Charchamanglar, omon bo'linglar, soqqani bosinglar jigarlar.